Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apamni izlab degan adabiy asarni o'qishni boshladik. Kunupka taxtasidagi barmoqlarim bu 2 yildan buyon beshimdan kechirgan, ko'rgan va anglaganlarimni eng yenik tilda yezib chiqishga tirishyotidi. Ko'z oldimda shu ko'rinishlar zohir bo'lyotidi. Eng azoblig'i yuragimning eg'ir tivishlarga so'qishi bilan ruhimning cho'nqirlarida huvlagan yolg'izlik xuddi qorlarga qapsalgan o'rmonda yolg'iz qolgan qo'ziga etilgan bo'rilardek mening ruhimni o'g'ilmoqda. Yolg'iz farzandning opasini izlash hikoyasini yezishni azaldan umid qilmagan edim. Uni shu 2 yildan buyon yashadim. Mana endi 3-yilnimi yashab bo'lay dedim. Tuyg'ularim dengiz yoqasidagi yolg'iz kapida achchiq mo'xirkisini chekib, yiroqdan kunning petishiga qarab, xiyollarga ketgan tanha bovayga o'xshab qilyotdi. Charchagan edim. Jismoniy jihatdala emas, balki botiniy jihatdimi charchagan. Tuyg'ular ting'irqishida, achchiq mo'xirkining isida o'zini tunjuqtirmoqchi bo'lgan bovayning miskilligiga cho'kkandek qilatdim. Apamning yolg'iz farzandi edim. Kichigimda qolgan aslimlarim uncha ko'p emas edi. Chunki otam va opam bilan birga yashagan vaqtim uncha ko'p emas. Ular bilan birlikda qoldirgan balalik aslimlarim uncha ko'p emas edi. Boshlang'ichni amdila boshlagan vaqtlarim otam bilan opam ajrashib ketdi. Opam Beyjingga o'qishga ketdi. Otam o'gay opam bilan to'y qildi. Shu chaqlarda opamni yilda bir qitim ko'ratdim. Shu bir qitim ko'rishimni o'gay opam tarafidan to'sqinlikqa uchraydi. Nima uchunligini bilmayman. O'gay opam xuddi menga o'z opamni unutildirib, o'zi opa bo'lmoqchi bo'lgandek. Unimi opamdek ko'ratdim, ammo yanala o'z opam emas edi. Anamlarning, ya'ni atamning ota-opasining uyiga berib turadigan bo'ldim. Anamlarning, ya'ni atamning ota-opasining uyiga berib turadigan bo'ldim. Aslidimi shu yerda ko'p turib cho'ng bo'lgan edim. Atam bilan opam ajrashib ketishdan bir qancha yil burun ularning yiniga kelib birga turib, keyin dadam anamlarning uyiga qaytib ketgan edim. Turpan taraflarda o'zining otasini ota, otasining otasini dadam deydi. O'zining opasini opa, opasining opasini anam deydi. Shunga bu yerdagi dadam, anam deganlar otasining otasi, ya'ni otasining opasini bildirdi. Hozir o'ylasam, shu chaqlarda otam bilan opam ayrilib turayotgan ekan. Otam bilan opamning ajrashib ketganligini toki otam o'gay opam bilan to'y qilgicha aniq bilmagan edim. Keyin Anvar bilan billa opamizni izlab uydan qochganligim mahalla rivoyat bo'lib tarqalgan seri rangdordashib, mazmunlashib ketgan edi. Shu bak qiziqarli hikoya. Opamni izlab nomli bu rost ishlarni xotirasining birinchi hikoyasi qilib, shuni kitobxonlarga aytib bergim keldi. "Seningmi opangni ko'rgin keldimi?" deb so'radi Anvar, Barat tarjimonning yolg'iz o'g'li. U Xitoycha maktabda o'qiydi. Barat tarjimon oltin tishi bor, quyuq janub talaffuzda so'zlaydigan kishi edi. U kishimi Xitoycha maktabda o'qigan ekan. Qandoq bo'lib Turpanga to'g'risi 90 ga o'rilishib qolganligini bilmaydi ekanman. Yodimni qilishicha, u kishi haroqkash kishi edi. Haroq ichib olsalar, hammamiz u odamdan qo'rqib qochatdik. Men mahallamizdagi odamlar ichida bir shu odamdan hazar aylatdim. Chunki u odam o'ng vaqtida hammaga kulib, xo'shchaqchaq muomala qilgani bilan ichib olgandan keyingi alfozi haqiqatan qo'rqinchli edi. Shunglashqimikin uning ayoli ajrashib ketgan ekan. Demakchi bo'lganim, Anvarning o'z opasi boshqa bir yerda turadi. Ammo nada turdiganligi yodimda qolmabdi. Shu chaqda qochgan vaqtimizda nima deb qochganligimni yodimda yo'q. "Bak sig'indim" deb javob berdim uningga. U chaqlarda texi
boshlang'uchga amdila kirgan vaqtimiz edi. U mendan balki bir qancha yosh cho'ng bo'lsa kerak. U Xitoy maktabga kirib o'qiyotqili 1 yoki 2 yil bo'lgan vaqtlarligi yodimda qoldi. U Xitoycha maktabga kirishdan burun Uyg'urcha maktabda o'qib savodini chiqargan edi. Mening savodimni Navra ajam chiqarib qo'ygan edi. Navra aja deganim amaliyotda atamning cho'ng ajisining birinchi qizi edi. Uni nimishqa dadamlarning beqib olganligini bilmayman. Ammo uning bilan har kuni so'qishatdim. Uydan qechib chiqib opamni izlamoqchi bo'lganligimning eng cho'ng sabablarining birimi shu ajam sabablikmikin deb o'ylayman. Amdila velosiped minishni o'rgangan vaqtim edi. Dadamning velosipedini ilib qechishni plan qildik. Keyin uningdan yaltaydik. Anvarning deyishicha uning opasi Turpanda o'xshaydi. Mening opam Beyjingda ishganligini bilatdim. U yerning qayer ishganligini bilib ketmasammi, Turpanga barsak, Turpanga yaqin bir yerda deb o'ylaydim. Bo'lmasa opam qandoqmi u yerga berib o'qisin. Bizning uyimizmi Turpanda edi. Men Turpanga berib olsamla o'zimizning uyini tepib ketalaydiganga ko'zim yetadi. Qaysi yo'linishga qarab minishimiz kerakligini bilmaydik. Ammo qatnash bekitiga berib olsaqla, u yerda mashinaga o'tirib Turpanga baralaydiganligimizni bilatdik. Dadamlarning uyi bozorga yaqin yerdagi Shoh yezisida edi. U yerdan bozorga eshak harvisining orqaga agishib berib oldik. Yodimda shundoq aniq qopdi. Seriq Chapan degan yerga borganda eshak harvisi haydaydigan odam bizni "Pulinglar bo'lmasa harvamga esilmanglar" deb qamchisi bilan urgan edi. Qamcha Anvarning bilikiga tekkan edi. U shu chog'da qor yog'ochning ostida yeshi bilan manqisini yengiga ertib xeyli uzun yig'ilgan edi. Otasidan undaq tayoqni ko'p yeganligini ko'rgan edim. Bu qitim uning nemishqa uncha yig'ilganligini bilmayman. Balkim opasini seg'inib shundoq yig'ilgan bo'lsa kerak. Opasi yinida bo'lgan bo'lsa, uni avu qasmoq harukash hargiz urolmaydi. Balki uning yig'ilishi boshqa ishdan emas, balki haruvchilik qildigan notunush biridimmi bekorga tayoq yeganligidan bo'lsa kerak. Rostini desam, Anvarga u tayoq tegmagan bo'lsa, menga tegadi. Men qanday qilar bo'lg'aydim. Turpanga bordigan avtobus bileti 2 qo'ygan, deb keldi Anvar. Bizning yenimizda balkim birlashib shuncha pul bo'lishi mumkin. Purlashib ketgan mo'jam pullarni yig'ib sanashga boshladik. Yodimda qilishicha 4 qo'yga yetmaydi. U pullarni ikkimiz quta setib, so'ngak setib topgan edik. U vaqtlarda quta topmoqmi tez edi. Qutilarni qancha kun yiqqanligimizni bilmayman. Ikkimiz mahaldagi do'kondan, kashlik bozordan qutilarni targan edik. So'ngaklarni mahaldagi axlat tashlaydigan yerdan targanligimiz yodimda bor. So'ngak soldigan xalta topolmay, Anvarlarning uyidagi kona un xaltasini o'g'irlagan edik. Keyin Anvar shu sababli Barat tarjimondan qattiq tayoq yegan edi. Meni hech kim tilamaydi, hech kim urmaydi. Atamning ikkinchi ajisining yo'ldoshi Samatdan boshqa hech kim undoq qilmagan edi. Bir qitim qandoq bo'ldi? Bolalar bilan o'ynab, men so'qmaning ustiga chiqib o'pdiman. Dangal otdimmi yoki laymi yodimda yo'q. Bir narsani otqinimni bilaman. U narsa shu Samatning oldiga tushdi. U menga "Otasi bilan opasi tashlab etgan shumtak. Menga bir narsa otqidak bo'ldingmi?" deb vaqirab kelib, qandoq qildi putimdan so'rab, odam bo'yi tomdan yiqitib, yerda ingrab yotganimda qursqimga dassiga edi. Ko'zlarim qorong'ulashib ketgan. Ömrimdə tunji qitim qattiq tayoq yeyishim shu bo'lgan edi. Ammo uydan qechishim u ish bilan aloqasi yo'q edi. Chunki Samardan tayoq yeyishim uydan qechib tutilib kelgandan keyingi ish edi. Bilet sotadigan yerdan chiqib, avtobus şoförünün yeniga keldik. Uningga yenimizda bor pulni berib, bizni mashinasiga silib-ilishni aytdik. U bizni Bo'rvoy bo'yidagi to'qmishda saqlab turinglar dedi. Shunda qildik. Ammo u mashinasini to'xtatmayla o'tib ketdi. Mashinaning orqadan qo'g'lashdik. Yetisholmadik. Bak achchig'imiz kelgan edi. Qatnash bekiti atrofida kashkicha aylanib yurdik. Toki qorong'i tushib, oldidagi odamni tuniy olmag'idek bo'lguncha.
Nima qilishimizni bilmay yurganimizda Turponga qaytib kelgan heliqi shopurning mashinasini ko'rdik. Uning mashinasi bir oshxonaning oldidagi yerga to'xtatilgan edi. Anvar ikkimiz deyishib olgandekla yerdan tosh terib, uning mashinasining qancha derazasidan chiqib bo'lib qechishga ulgurdik. Xuddi kinolardagi kichik lukchaklardekla. Shu yugurganimizcha qancha yugurganligimiz yodimda yo'q. Kashlik bozor bo'layotgan bir yerga berib qoldik. To'qsonning bundaq cho'ngligini o'ylab boqmagan edim. Balalik tasavvurimdagi dunyo shu qadar kichik edi. Bizning mahallamiz va uning atrofila mening nazarimdagi dunyo edi. Xolmurod bolam, bu yerda nima qilib yuriysan? Dadam rahmatlik ismimni chaqirdi. Bu otasining otasi. Gerçi rost ismim Xolmurod bo'lmasimi? Dadamning meni chaqirgan ismi u bo'lmasmi? Shu yerdagi Uyg'urlarga tunilgan ismim shu bo'lg'achqa, shu ismni qo'llanaverishni to'g'ri topdim. Dadam rahmatlik mening qashqanligimni bilmay qolgandek edi. U bizga kavob ilib berdi. Men seriq osh bilan rangpiziga amroq edim. Ularni yedim. Qo'rsaqning oshgan yeriga bormagandek, qo'rsqim yana oshdek his qilgan edim. Balkim u kuni bo'lgan ishlarning ko'pligida bir kun hech nima yemaganligimdan bak ichirqab ketgan bo'lsam kerak. Dadam Anvarni velosipedini orqaga o'ltirg'izdi. Meni oldidagi to'miriga o'ltirg'izib mahallimizga qaytib keldik. Anvarning uyiga kiribla tayoq yeganligini jazm qila olmayman. Chunki atsin boshlab bir qancha kun uni ko'rmagan edim. Keyin uning doktorga kirib qolganligini bildim. Shu qitim qochgandan keyin hayot o'zgargandek bo'ldi. Dadam rahmatlik bilan bo'lgan munosabatimiz alohida yaqinlab ketdi. Anvarning hayotidami o'zgarish bo'ldi. Uning otasi Barat tarjimon Oysham doktor bilan tunishib to'yini qildi. Ularning to'yida Anvar bilan birlashib pologa bosimiz degan quruq uzum, qoq va qo'g'in qiqini o'g'irlab o'g'ziga chiqib yeganligimiz yodimda. Shu kuni kechda hammasi un olg'uning muzikasiga usul o'ynayotganda Anvar ikkimiz osmondagi yulduzlarga qarab, ularning uyining o'g'zisida yetib qo'g'in qiqi yegan edik. Opamni izlash hikoyamning tunji qismi shunda xotimalangan edi. Keyin otam bilan o'gay opam ajrashib ketdi. Otam bilan opamga ayrim-ayrim yozgan xitimning ta'sirida ular yarashib qolgan edi. Albatta, bu to'hpini o'zimning qilib olg'im yo'q. Chunki dadam rahmatlik bilan onam rahmatlikning to'hpisi ko'p edi. Ularning yarashvilishiga opam tarafning tuqqanlari qo'shilmagan edi. Bulubmu Robixon cho'ng opam qattiq qarshi turganligi yodimda. Rahmatlik cho'ng opam mening onam hisoblanadi. Chunki opamning opasi kichigida tugab ketib, cho'ng ochisi ularga opasida qarab cho'ng qilgan ekan. Shunga cho'ng opam amaliyotda bizning onamiz edi. Uning bilan bak yaqinlashqim bor edi. Uning menga amroqligini bilaman, ammo nemishqikin uning bilan aramizda qandaqdir bir tom bordek. Qandaqdir yiqilishish tas bir oraliq bordek his qilatdim. Mushu 2 yilda uningdan ayrildim. Uni eng oxir qitim ko'rganimda u oksigen ta'minlaydigan mashinada nafaslanolmas bo'lib qolgan ekan. Yurak ojizligi eg'irlab ketgan ekan. Robiya cho'ng opam bilan asliyalgudek biror butun voqelik yodimda yo'q. Ammo 2017-yili uningdan ayrilganlik xabarini anglab bak azoblandim. Opamga apiliq qilgan bu ayoldan ayrilish, opamning xabarini ololmaslik hayotimdagi eng zulmatli kunlarning biri edi. Bizning oilamizning boshqalarga o'xshamaydigan ba'zi oilaviy odatlari bor edi. Masalan, biz tug'ilgan kunni xotirlaydik. Otalarning ismini yodlaydik. Balkim bu Sovetning ta'sirida cho'ng bo'lgan kishilarning o'rtaq alohidligi bo'lishi mumkin. Yoki dadam onamlarga ularning cho'nglaridan qolgan odat bo'lishi mumkin. Ular ruslardan o'rgangan bo'lishi mumkin. Meni kishilar Xolmurod deb atashidi. Ammo u mening rost ismim emas. Bu haqda yuqoridami to'xtalgan bo'ldim. Otamning ismi Seyit Niyoz. 90da tug'ilgan. Ba'zilar bu ismni Said va Niyoz ismining birikmasi deyishdi ekan.
Dadam rahmatlikdan so'rasam, buvimiz atamga shu ismni qo'yisizlar deb ching turvolgan ekan. Siti, ya'ni Setivaldining qisqartirmasi. Niyoz ismi bilan qo'shilib, Seyit Niyoz bo'lgan ekan. Atam tarjimonlik qiladi. Kichigidan Xitoy maktabda o'qigan edi. Bu haqda so'zlasam uzun bir hikoya chiqadi. Shunga bu yerda bu hikoyani boshlamay turay. Atamning otasi G'upur, Manasda tug'ilgan. Suv ishlari injeneri. Sovetliklar tarafidan tarbiyalangan. Bilishimcha, ruscha bilishi mumkin. Dadam rahmatlikning slavyancha yozilgan ko'p kitoblari borligi g'uvo yodimda bor. Keyin qonunsiz kitoblarni tekshirib etibdi degandek gaplar tarqalganda, ularni qayerga yo'qotganligini bilmayman. Dadam rahmatlikning kitob xumorligidan u kitoblarni yo'qotib etishi mumkin emas. Balkim bir yerga ko'mib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men shulardan birini elib olgan edim. Keyin slavyancha o'qishni o'rganish uchun ruscha kursga qatnashib, savodimni chiqargandan keyin ulardan birini o'qib, uning o'zbekcha kitobligini bilib, ruscha o'qishdan chiqib olgan edim. Abdullah Julqunbayning Mehrobdan chayon asri edi. Hammani slavyancha o'qib bo'lolmagan bo'lsammi, u men o'qigan tunji romanlardan biri edi. Dadamning otasining ismi Hamdul. Qassoblik qildikan to'q. Milliy armiyaga qitilib urushqa qatnashgan ekan. Biror xizmat ko'rsatib qahramon bo'lganligini bilmayman. Ammo u dadamning qahramoni edi. Rahmatlik dadam otasining hikoyasini menga qancha qatimlab aytib bergan edi. Uning hikoyasi Hamdul bovamning otasi Qodir bovamdan boshlanadi. Qodir bovam yog'ochchi ekan. Uni G'upur dadam xoratchi deydi. Keyin bilsam, xoratchi deganlik yog'ochchi deganlikkan. Qodir bovamning otasining ismi Sattar. Uning otasining ismi Julqun deydi dadam. Men Yolqunmi deb qancha qitim so'ragaydim. G'upur dadam yo'q, Julqun deb jazmlashtirgan edi. Keyin bilsam, bu ism qozoqcha Yolqun degan ism ekan. Uning otasining ismi Ushan, u savdogar ekan. Uning otasining ismi Qovul, uning otasining ismi Qovon, uning otasining ismi Palta, uning otasining ismi Tumur, uning otasining ismi yodimda qolmadi. Ammo arabcha ism emas edi. Dadam rahmatlik menga u ismlarni yodlatgan edi. 12 otimizgacha yotayolaydim. Uningga otam bilan dadam qo'shilsa 14 bo'ladi. Ammo hozir faqatla 9 otimizning ismini yodlayoladim. Otam bilan dadam qo'shilsa 11 bo'ladi ekan. G'upur dadamning qabrisi To'qsun nahiyasi Gongshan qabristonligida, Hamdul dadamning qabristonligi Bo'ston yezisi Tog'oqchilar qabristonligida, Qodir buvamning qabrisi Qarg'ujidagi bir qabristonlikda. Uningdan boshqa otalarimizning qabrisining shu atrofda ekanligini degan edi. Dadam Hamdul dadam qazo qilganda qabrisini Qarg'ujidagi shu qabristonlikqa qo'yishni orzu qilibdi ekan. Ammo u zamonlarda qatnash qulaysiz bo'lg'achqa To'qsunga dafna qilibdi ekan. Shunda qilib bu asmlarni bugun mushaga o'qidik. Oxirini davomli o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.